Endi bunisiga nima deysizlar? Biz bilani orqamda yana ana mashina kelibdi. Qizig'i vatda umuman chiroq ham yo'q ekan, ko'rib turganlaringdek. Bashi. Bu soyni qaranglar. Suv ham tiniq. Ozgina qoldi Bakavoyga tegishiga, menda esa qo'rquv juda kuchli. Eng qizig'i bizni yana ham xavfli yo'llar kutmoqda. Navigatorga e'tibor beringlar, qanaqa chalkash yo'l kutyapti. Yo, bolalar. Pasaytiramiz muzikani. Bunaqa yo'lda qaranglar. Men birinchi marta bunaqa yo'lda minishim. Italiyadan Avstriyaga qarab kirib ketyapmiz. Kirib ketishimiz kerak o'zi aniqrog'i, yana bir necha kilometrlardan so'ng. Yo'lni qaranglar qanaqa. Ajoyib. Bu yo'ldan birinchi marta yurishim bor. Vashi. Tepaga qarab chiqib ketyapmiz. Orqada bitta trak ko'rdim. To'g'risi u ham ikkilanib ketyapti. Chunki ochiqini aytsam, metta yo'lda ozgina nima bor edi. To'siq joylar bor ekan, mana ko'rib turishlaring mumkin. Hali orqamdagi bola ham, aka ham ikkilanib ketyapti. Rostdan shu yo'ldan yursam bo'ladimikan, yo bo'lmaydimikan deb. O'zbekmikan deb o'ylayapman, chunki agar polskiy mashina minib olgan ekan, agar palak bo'lganda bag'dan yurgan bo'lardi 100%. Keyin rostdan o'zbek ekan menimcha, chunki aynedamda qarasam bitta aka o'zimizga o'xshagan qo'lini ko'tardi, orqamdan kelyapti. Prosta u ham shu yo'ldan o'ngga burilamanmi, chapga burilamanmi deb ikkilanayotgani aniq. Chunki Google kartada chapga burilgin deyapti. Chunki Google Maps biladi-yu u yerda agar yo'l berk bo'lsa. Lekin meni narigi navigatorim, Aygo navigatorim bu offline bo'lgani uchun u bilmaydi yo'ldagi update'larni. Shuni hisobiga bu o'ngga burilgan deyapti. Xullas, hozir confusion bor, dovdirash bor orada. Shuni hisobiga u aka ham menimcha o'ylanyapti. O'zim ham shaxsan o'ylanyapman o'zi. Mana yo'lda jinnixonasiga yetib kelyapmiz. Jinnixonasi. Men bunaqa yo'ldan to'g'risi birinchi marta yurishim. Ammo yaxshi ham yukim kichkina bor-ku. Maytdan qaranglarda kimdir kelib qolsami? Kichkina debman, yengil. 3 tonna xolos. 3-4 tonna xolos. Agar bag'dan 20-24 tonna yuk bilan chiqsami, voy. Vashi bo'ladi-yu, bor-ku. Ketishimizni qaranglar. Skane, если что, dang'illab chiqib ketilaveradi. 3 tonna bo'lgandan keyin shundan ketadi tezda. Vashi. Bunaqa yo'lda Instagramda yoki bir kinolarda ko'rishingiz mumkin. Ko'rgan edim o'zim ham. Haqiqiy hayotda endi o'zim minib ko'ryapman. Yengil mashina minish qanaqa bo'larkin bu yo'llarda qiziqyapman to'g'risi. Lekin fura minish ozgina qiyinroq. Hozirku o'sha yoz kelyapti. Agar qish kelsami, qor yog'sami, albatta minusga tushsami, pastga tushishni o'ylab ko'rib, men o'sha duxum tushyapti. Xo'p, qani znakda aytishganmikan bizga yo'l ochiq yoki berkligini? Chunki Google Maps'da aniq yo'l berk deyapti-da, mana Avstriyaga o'ngga ekan. Avstriyaga o'ngga burilishimiz kerak. Hali akani kutaymi ekan? 250 meters, keep right. Xo'p. Bizi kulminatsion vaqtimiz paytimizga yetib kelyapti. Bag'dan yo chapga burilishimiz kerak yo to'g'riga. Znak ko'rmadik, berk degan. Yoki remont bo'lyapti degan, ha? Shuning uchun menimcha to'g'riga ketamiz-ku. Bilana. Znak bor ekan, ko'rlaymi? Hali akani kutamiz endi, mana kelsa mana shundan ketamiz deymiz. Mana brat kelyapti.
aka ratsiyada bas ekanda cho'ta, agar bo'lganda ham yo boshqa raqamda turibdimi, boshqa kanalda gaplasharmidik. Manzaraga nima deysizlar, bratanlar? Qay darajada ko'rsata olyapti men bilmadim-u, mana qaranglar. Lekin til ojiz, shunchaki tasvirlash uchun menda so'z yo'q. Birinchidan metda o'zi qiladigan ish normalniy darajada ko'p. Ikkinchidan, shoxga urdim. Ikkinchidan, ana yana bitta urdim. Sal nariroqdan hayda degani odam yo'q. Xo'p, ikkinchidan juda ham chiroyli atrof. Men shunaqa chiroyli joylar bir bemalol yuradigan trassada bo'lmaydi. Har doim qiyin joyda bo'ladi. Nimaga? Nimaga shunaqa? To'g'ri qaranglar. Retardani yoqamiz. Avtomatik retarderda. To'xtasam ham bo'lardi ekan-a? Xo'p, menimcha o'tib ketdi shekilli hammasi. Lekin chiroyli manzaralar o'tib ketgan yo'q. Endi bu yog'i pastliq. Sekin pastliqqa qaramayotga burilishimiz kerak. Yaxshi ham yomg'ir yog'mayapti, yog'ib tugadi. Bo'lmasa retarderni ishlatalmasdik, keyin muammo bo'lardi. Manzara ham juda chiroyli. Bu yo'l retarderni ishlatib qo'ydim mana. Yengil 20 da tushiramiz chunki 12% ekan bor-ku. Qaranglar. Undan ham 20 dan ham pastroq dashi. Matdan burilishimga o'zi chiziqqa tegyapti. Girmaga tushib olamiz. Shu avtomatik retarder juda zo'r ekanda, chunki mana videoga olib ham nima deydi, tushuntirish ishlari olib borsigan bo'laveradi bir qo'llab. Mana shuga burilishimiz kerak, qaranglar. Ishqilib mashina kelib qolmasin-da. Voy, bitta choyxona bor ekan. Vahshiy chiroylimi mana? Tog'ni bag'rida o'tiradi, bitta choy ichib, qarada. Eng qizig'i bizni yana ham xavfli yo'llar kutmoqda.
navigatorga e'tibor beringlar, qanaqa chalkash yo'l kutyapti. Shulardan hozir tushishimiz kerak ekan, chunki pastga qarab ketyapmiz, qaranglar. Xavfli burilishga qarab yetib kelmoqmiz. Ehtiyot bo'lib, bismillahirrohmanirrohim deb 10 ta mashina kelyapti. Ehtiyot bo'lamiz. Qoch yo'ldan. Bag'danchi mashina yo'q hozircha. Yaxshi. Ashi sarguzashtlarga boy bo'lyaptimi cho'ta? Bu safargi videomiz ham salomlashishdan bo'lmadi, na bir tanishtiruv ham bo'lmadi, shunday boshlanib ketdi. O'zi video olish niyatim yo'q edi, chunki batga kelib qolishimni bilmagandim-da, to'g'risi. Agar bilganimda chiroyli ogohlantirishlar bilan video qilib, ssenariy tuzib chiroyli qilardik-ku. O'zi hamma videolarim ssenariysiz bo'ladi o'zi aslida. Lekin yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Mana bu o'ylaysizlar. Bilasizmi, mana shunaqa yo'llar ham bor ekan bizda. Qancha ko'p ishlagan sarimiz ko'p turdagi yo'llarni ko'rib boraverar ekanmizda. Faqat trassadan iborat emas yo'llar. Anchagina sekinlashtirib beryapti. Chunki pastlikda nimasi foizi balandlashyapti-da menimcha. Shuni hisobga retarder baqirib ishlayapti. Mana gornini uladim chap oyoqda. O'zi aslida menga sekinlashish kerakmi? Kerak emas menimcha. Yengil. Bitta gaz berib qo'ydim, mana o'ziga keldi, tuzalib qoldi. Halay. Endi bitta tormozni ezib qo'ydim hozir. Sekin. Ammo yo'llarda, asfaltlarda yangi qurishdi bor-ku. Sekinlashamiz, mana 30 tezlikda. Chunki yana bitta juda xavflisi yaqinlashyapti bizga. Sekin ketaveraman. Hech kim meni qo'llamayapti-yu. Mana bu yerda yo'llar, mana shundan qaytib tushamiz shekilli hozir. Ko'rinyaptimi? Mana qaranglar. Mana shu yo'lga tushishim kerak bu yerdan. Sekin. Xo'p. Ona Ali aka kelyapti. Biz endi bu yerdan o'ngga burilar ekanmiz. Sekingina bunday qilib. Voy, orqam tegishga jicha qoldi. Dumcham. Buni qaranglar. Tez ketishimizni qaranglar. Do'stlar, mana bolani qaranglar. Hozir men o'zi metda qanaqa qiynalib tog'dan tushyapman mana yo'lda. Sizlar ko'rib turibsizlar, bu bola telefon qilmayapsan menga deb xafa bo'lishiga hozir qanaqasiga shans bo'lishi mumkin bu bola uchun. Antena yo'q o'zi misol. Mana antena rasvos chiqib yotibdi. Bizni yo'lni qaranglar endi. Biz qayerdan tushyapmiz, bu bola bilmaydi nima qilayotganimizni. Endi hozir xafa bo'lyapti, telefon qilmadingiz. Ona nari biratam kelyapti. Men uni hozir videoga olaman deb daraxtni shtirsayt quchoqlardim. Mayli. Hattam bitta bratishga kelyapti. Yo'l beradimi ekan? Bu ham shoshilgan qiz ekan, dald qaranglarda. Shoshilmay metroda tursan-ku. So'kin bordim, xafa bo'lmaysizlar. Mana 10 balandlikdan tushyapmiz, qaranglar. Ko'rlaymi? Ancha balandlikdan tushishimizni ko'rdik. Wow.
Wow, shunchaki wow. Shunaqa yo'llar menga kerakmidi. Hozir menejerim ham GPS dan ko'rib hayron qolyapti. Menga bir jo'natchi, "Sani navigatoring qanday ko'rsatyapti o'zi?" deb. Bilmaydiki, bu yerda Google Maps'da ba'zi yo'llar berk, remont bo'lyapti. Men endi hozir to'xtab bunga bir rasm jo'natadigan holatda emasman. Kanada chegarasiga yetib olganimizdan keyin unga yozamiz. O'zi ham telefon qilyapti mana. Akalar, qanday ko'rinyapti video? Hozirgina menejerim bilan gaplashdim, yo'llarni kelishib oldik va chegaraga esa 120 kilometr qolganini aytdi. Lekin Italiyada qolganing yaxshiroq dedi, chunki Avstriyada qanaqadir tekshiruvlar, bir qanaqadir kontrollar bo'layapti ekan. Shuni hisobiga Italiyada qolgan bugun dedi. Xo'p dedim. O'zi aytayim qancha vaqtim bor. Anchagina vaqtim bor. Yana 3 soat vaqtim bor ekan, menishim mumkin bo'lgan, lekin 120 kilometrning ichida chegaradan kirmasdan oldin parking topgan deyapti. Bu degani bir 60-70 kilometrlardan keyin o'zi bitta yaxshi parking topib kirib dam olamiz Italiyada. Zo'ra. Faqat kinolarda bo'lgan. Bakovoyni ko'rlaymiz sizlarga ulgurmay qoldim burilayotganimizda. Qanaqa ko'rinishini. You are over the speed limit. Bu yog'i tog' chiroyli manzara, jarlik va bu yog'i esa ko'rib turganimizdek ozgina qoldi Bakovoyga tegishiga. Menda esa qo'rquv juda kuchlik. Yo'q. Men ishonaman. Bu yo'lni qaranglar. Qarab. Qachon qo'rquv bundan ham kuchliroq bo'lardi menda, aytaman hozir. Agar yukim og'ir bo'lganda edi, 20 tonna yana bo'lmasa. Toshko'rlaymi qanday bo'ladi? Ehtiyot bo'lish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Agar yukim anchagina og'ir bo'lganda edi, bundan ham hozir qo'rqayotgan bo'lardim. Gapim aylanmayapti. Ana tosh tushganiga xayolimga haligi video kelib qoldi. Birdaniga tog' ko'chadi-yu. Menda ham shuna bo'lmasin. Har xil xayollar keladi-da, o'rib. Yo'lda qaranglar. Yo'llardan minib ketamiz. Shu narsalarga tayyor bo'lish kerak. Lekin O'zbekistondagi pereval ham shunaqamidi ekan? Bilmayman. Keep right on Main. Qaranglar, roldan necha marta aylantiraman. O'zim ham sanaganim yo'q, endi sizlar sanab turasizlar. Wow. Ko'rdingmi? Ana ular kameramiki, men qora stal bo'lar, nima deb o'ylaysizlar? Wow, mujarlikni qarang. Wow. Buni ichiga qaragim ham kelmayapti hattoki. Yana bizada masofa saqla orqadagi peskoncha taqab keladi. Xuddiki biz 5 kilo yuk olib ketayotgandik. Asab o'ynaydi-da bag'da ham akalar. To'g'ri, O'zbekistonchalik bunaqa tartibsiz harakatlanishmaydi-yu, lekin har doim ham tartibli harakatlanadigan atmosferaga o'rganib qolsangiz, bitta ozgina kichkina tartibsizlikni ko'rsangiz ham asabingiz buzilaveradigan bo'lib qolar ekan. Lekin yaqinda O'zbekistonga boraman, qani ko'ramiz, qanaqa taassurotlar bilan qaytaman. Albatta ulashaman YouTube kanalimda. U aniq. Akalar, bilasizlarmi? Nimasi xavotirli? Eng xavotirli joyga keldik. Hali to'xtashimga ozgina bor. 20 kilometrcha bor. Lekin bizda qorong'i tushdi. Men qizig'i vatda umuman chiroq ham yo'q ekan, ko'rib turganlaringdek. Bashi. Aytyapman, bugungi YouTube videomiz juda ham sarguzashtlarga boy bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar his qilmayotgan bo'lishlari mumkin qanaqa holatda turganimni, lekin ana ko'ryapsizlarmi, vuy bilan o'zim his qilyapman. Lekin to'g'ri yo'l, to'g'ri deyishlari mumkin, lekin
Mana o'ng tomon juda ham yaqinda menga, qandaydir. Bu kech paytda ko'rmayapman to'g'risi. Birinchidan, ikkinchidan hali bitta tirs desa, bitta tirq degan ovoz chiqsa, уже normalniy pulga tushaman-da. Shuni hisobiga qo'rqinchli, qo'rqib, qo'rqadigan joy yo'q, nima deydi? Xavotir, cho'chish bor, cho'chish. Tushunasizlar? Shunaqa qilib ketilinyapti endi, nima deymiz? Xayrli tong barchaga akalar. Kecha payt mana shu yerda qolganman. Qanachi kecha payt kelsam bir dona joy turgan ekan xolos. Bitta restoranda ekansan, agar ovqat sotib olmasang qolmaysan Bag'dod yo'lda. Kecha oxirgi ovqating nima bor desam, chicken bor dedi. Ber bo'lmasam desam, o'ylab turib, yo'q chicken emas, nima bor dedi. Qulqulini go'shti bor dedi. Bo'pti, ber bo'lmasam dedim. Burger haydab yotganmiz o'shdan keyin. Hozir mana 9 soat 28 minut dam oldik. Xudo xolasa hozir bet qo'llarni yuvib, bitta kofeni urib ishga bosamiz yana o'sha ajibli yo'llarga. Mana mashinam kecha kech payt vahshiy qorong'u edi, mana bu yerda mashinalar to'la turadi. Qatga qo'yganimni ham bilmayman. Qop qorong'u, hamma yoq shu chekkaga qo'ygan dedi egasi. Keyin shu chekkaga qo'ydim. Mana o'sha tayyorgarlik ko'rib, nima qilyapti? Hali ochmabdi, lekin ochish. Kofe ichamiz deb o'ylasam ochmabdi. Sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Bu soyni qaranglar. Suv ham tiniq. Yashil. Mana shu soy. Baqimga qaraydigan bo'lsak, mana bu manzara. Nima deyapti bu? Eng qizig'i, mana uydagilarda manzarasi batdagi manzaradan ham chiroyli deb o'ylayman. Mana qimmat uylardan ekan. Bitta hotel ham bor ekan. Pustertaler. Nasa. Biz esa mashinani qizdirib qo'yganmiz. Menimcha bugun yo'ldagi mashinalar kechagi mashinalarga nisbatan anchagina ko'proq bo'ladi. Kecha nimagadir qaysidir sabablarga ko'ra mashina juda ham kam edi. Xohlaganimizcha chiziqlarni ezib haydayotgandik, lekin ko'rishim mumkin hozir mashinalar qatnovi juda ham ko'paygan. Ko'rib turganimizdek, ozgina endi ehtiyotroq bo'lib haydashimizga to'g'ri keladi. Mana bizning Toychoq 450 ega. Bu yerda hattoki bolachalarga o'yingoh ham bor ekan, qaranglar. Kichkina joyi hamma narsasi bor. Juda zo'r. Endi bunisiga nima deysizlar? Biz billani orqamda yana ana mashina kelibdi. Tushib ko'rsatmoqchi edim. Xullas mashinadan yuramiz. Orqani qaranglar. Ha, mashina kelib, men videoni boshlashimni chalg'itib tashladi. Nima demoqchiligimni ham esimdan chiqardim. Xullas, men aytmoqchi bo'lgan gap, bratanlar. Mana mashinadan kirishimiz kerak. Somon olib kelyapman. Gollandiyaga keldik hozir. Men kirishga kiryapman, lekin qaytib chiqishimni o'ylaganim yo'q. Bilmayman, ikkilanyapman. Bu hafta o'zi vapshi xavotirlik, xavfli yo'llarda haftasi bo'ldi. Videoni o'zi yakunlamoqchi edim. Nariga tog'li yo'llardan keyin mana bugun bunaqa fantastik joyga kelib qoldik. Endi buni ham bitasizlarga ko'rsatib qo'yay degan maqsadda yozyapman. To'g'risi bu xuddiki velosipedlar minadigan joyga o'xshayapti. Lekin Google Maps va mana Aigo Maps mana shu ko'rsatyapti lekin. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Bilmayman, tavakkal ketilinyapti-yu.
qaranglar turishni. Melisalarning intidan boqishayotgan boru, men tushmayman, o'zlari tushirib olishaveradi eslashda kerak bo'lsa. Hello. Hello. Hi. I have load to unload here. This is the correct address, yes? Yeah, sorry, but what have you on? Moment. I have. The cow. I have something like this. Ah. Oh. Yeah. Correct, yes? It's a surprise. Ja, I have. Ik heb het gekocht. Oh, only English, sorry. You're Poland? From Poland, yes. No, but you can use English. I don't speak Polish. Yeah. Yeah. I'm a little bit English. Uh-huh. I have buy grass. That's I have not heard that bring today. Uh-huh. Okay, no problem. But I wait for you, no problem. If you are not ready, I wait. No. It's tennis. Not. I moet iemand eruit halen. Uh-huh. Okay. I wait here. Yeah. But I'm afraid of dogs. I have. Just good dog. Good dog. Okay. You take coffee? Maybe yes, coffee. Yes, thank you. No sugar, just black coffee. Thank you. Inglizini yaxshi bilmas ekan, sekin kofe zakaz qilib qo'yardik. Ammo itlar boru yomonidan ekan. Bu video aytayapman, oldingi 2 kun oldingi boshlagan videomiz ham vashshi planda yo'q edi. Hozirgi video ham planda yo'q. Mollar marab yotibdi bag'da. O'zi shunaqa planda yo'q videolar zo'r chiqadi menimcha. Chunki qaranglar, o'sha improvizatsiya yo'li orqali. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Men kirishga kirib oldim bag'dan, lekin chiqib ketish ayt qaranglar. Qanaqa qilib chiqib ketishim mumkin men bu yerdan? Netga sig'mayman to'g'riga. 100%. Bunaqasiga aylanib chiqsa bo'larmikan? Bunday deb o'ylamayman lekin. Google Maps. Yo'q. Aylanib chiqib bo'lmaydi. Orqa bilan hozirgi burilgan joyimizdan orqa machasiga chiqishim kerak. Nimaga meni hayot qiynaydi bunaqa qilib. Mayli, bu narsadan men xafa bo'lmayman. Bu tajriba. Hali xafa bo'lib o'tirib olganim bilan hech nima o'zgarmaydi. Hozirgi bu yerdan chiqib keta olsak agar hech qanaqa shikast yetkazmasdan tajribamizga yana bitta yulduzcha qo'shilgan bo'ladi. Chotki qilib kofe tayyorlab chiqib berdi. Bilmayman endi bu. Qora kofeni qaranglarda bunday ustida ko'piklari bilan bo'lsa maza qilaman. Creamy kofe bo'ladi. Zo'rda. Aman chiqib ketish bor. Hozir endi traktorda yurib chiqaradi hozir. Chiqargandan keyin otga yana yurib berib, yonlarini ochishim kerak. Qo'rqayotgan tovonim itlardan qo'rqyapman to'g'risi. It qaranglar. Qo'rqlar turibdi. Qalizam rachka. Yonida o'yinchog'i ham bor, ta'min etib tushdi. Maqsa bo'ladi. Shu orqani ochishim kerak eng qizig'i. Mollar och qolibdi, hech kim yem bermayapti mollarga.
Mashinani ham tayinli qilib qo'yibdi. Chiqib ketdi. Chiqib ketaman hammadan. Görməsiga Thank you. Goodbye. Wow. Chiqib ketdik bu joydan, Endi yo'lda tomosha qilinglar. Shu joydan kiruvdik. Sekin chiqmoqmiz. Qizig'i endi o'zi adresda urishimiz kerak, yangi adresda. Nimaga? Yangi yuk olgani borgani.